Assalomu alaykum Shahrizaxon, yaxshi keldingizmi? Sizni hozir chiroyli natijalarni eshitdik. Iltimos, mana shu sizga o'xshagan kasallik bilan qiynalayotgan hamkorlarimiz butun O'zbekiston yurtiga kichkina bo'lsa ham bir natijangizni aytsangiz, marhamat. O'zingizni tanishtiring birinchi. O'zim To'lagana Shahnoza, 39 yoshdaman. Bu korporatsiyaga kelganimga 5 oy bo'ldi. Birinchi onamni keluvdi. Ular shu dorilarni ichib ancha sog'lig'im tiklangandan keyin menga ham tavsiya qildilar. Mana shu doridan ichgan, qo'lingda allergik kasallik bor, zori sabab bo'lib yaxshi bo'lib ketsin deganlarida mana mayli ichib ko'ray deb ichib ko'rdim. Mana shu qo'limdagi kasalim 20 yildan beri qiynab kelardi. Shu kechalari o'tirib Xudodan so'raydim-da, jonim og'riydi. Mana qo'limni shundoq qo'limni suvga tiqsam, jiz etib achishardi. Shunaqa jonim og'riydi. Ey Xudoyim, shu dardimni ham o'zing shifo bertirdim. Hamma ko'zini doktorlarga borsam, bu kasalning davosi yo'q. Gelga qo'lingni urmaysan, suvga urmaysan, perchatkalarda iloji bo'lsa ishni qilasan. Buni bari davosi yo'q deyishganda, men mana shu mahsulotlarni hammasini kompleks ichuvdim. 20 yil davomida shu jonim og'rib kelganda, keyin menimcha Xudoni ham rahmi keldimi, shu mahsulotlarni ichganimdan keyin shu qo'limda allergiya ham yo'q bo'ldi. Men jonim 20 yildan beri qiynalib og'rib kelgan narsa, joningiz og'rib turib shu narsa to'xtagandan keyin Xudoni rahmi keldi shekilli deb o'yladim. Lekin shu dorini o'ylab chiqargan insonlarga ham, olimlarga ham, hammaligiga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman, chunki meni jonim og'rimayapti hozir. Shu mahsulotlarni ichib hayotga qaytdim, chunki bu narsa meni asabimga ham ta'sir qilgan edi, ruhiyatimga ham ta'sir qilgan edi. O'zi allergiya oddiy kasal, lekin butun tanamda og'riq his qilardim-da. Shu allergiya ketdi, men уже yaxshi his qildim o'zimni. Xudo hayotga qiziqishim ham ortdi. Qaysi mahsulotlarni ichdingiz? Mahsulotlardan? Kardiotep ichdim, Tazan, kalsiy, kompleks, choy uzumdek suzishdi. ana kompleks hammasini olib, hammasini vaqti-vaqtida, me'yorida hammasini ichdim. Bir haftada qo'limni tuzatdi. Bir haftadan keyin tuzalishni boshladi qo'lim. Juda qisqa muddat, bir haftada уже qo'lim yaxshi bo'ldi. Men onamga aytdim. O'zim uncha anaqa e'tibor bermay ichuvdim. Keyin qiziqib qoldim-da. Meni kasalim 20 yillik kasalim bir haftada tuzatdi-da shu anaqa mahsulotlar hammasi ichganim uchun. Hozir rosa yaxshiman, o'zimni ham yaxshi his qilaman. Keyin yuzimda dog'larim bor edi. Ular ham ketdi. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Yaxshi yuzlarim ham. Hammasi yaxshi. Malades, rahmat. Maqsadlaringiz nima endi? Maqsadim Hozir Odamlar. mana shu insonlarga tavsiya qilaman. Sog'lom yashashni xohlasanglar, mana shu mahsulotdan iste'mol qilib, chiroyli hayot kechirishni xohlayman. rahmat kattakon, sog' bo'ling.